Qadrdonlar, assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlar, marhamatdagi 144 kvadratli tunaka fonishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Marhamatdagi ishimizni, tunaka fonishimizni o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu xonadonimizga ham tunaka fonishlarimizni qilib berganmiz. Men o'ylab qarasam o'zimni tanishtirmagan ekanman. Andijon viloyati Asakadanmiz. Shuhratbek ismim. Tunaka fon ishlari bilan shug'ullanib kelamiz. Xonadonimizni ham tunaka fon ishlarini qilib berganmiz. 04 listimizda hozir fasonlarini ko'rib o'tamiz. Necha pulga bitgan, necha kvadrat bo'lganlarini aytib o'taman. Mana shu pajarniy xotlarimizni ham shunaqa go'zal holatda bekitib berganmiz. Chekasi mokri, ichini pardali qilib. Ko'cha shapkamiz bor. Ko'cha shapkamizni uzunligi 20 metr, 80 santimetrlik tarnovini tagidan duvolgacha bo'lgan joyimiz 80 santimetrlik. Bu xonadonimizga jami bo'lib 144 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Turbalarimizdan 30 metr turba qo'yib berganmiz. 60 metr tarnovlardan qo'yib berganmiz. Ichkari yu tashqarisi bo'lib. Shunaqa ko'rinishda ko'cha shapkamiz, ko'cha o'stirmamiz shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Ichkari darvozaxonamizga kiramiz. Ichkari darvozaxonamizga kiraverishimizda bu joyimizda ko'ripi ham bor. Ichkari tomon xuddi shunaqa ko'rinishda yana bitta ko'ripimiz bor va narigi tomonimizda ham ko'riplarimiz bor. Darvozaxonamiz. Darvozaxonamizni palma fasonimizda ichkari tomonini ichki delali qilib, high-tech fasonda lampochkalari bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Lampochkasini shnuri bilan lampasini olib bersanglar, qo'yib berish xizmatimiz besplatniy bo'ladi. Shunaqa ko'rinishda darvozaxonamizni eni 4 metr, uzunligi 640 lik darvozaxonamizga fasonimiz. Va ichkari tomonimizga kiramiz. Ichkari tomonimizga kirganimizda darvozamiz 4 metrga 640 bo'lsa, bu joyimiz uzunligi 15 metr. Bu chekadan nariga cheka 370 lik joyimiz ham bor. 1.5 lik shapkamiz. Tarnovlari bilan birgalikda bu joyimiz ham 60 metr tarnovimiz ichkari tomonimizga ham qo'yilgan va bu yerda bunaqa 2 burchakli joyimiz, uzunligi 6 metr. Bu joyimiz 1 metrlik shapkamiz, uzunligi 6, 1 metrlik shapkamiz. Tarnovlarni ham qo'yib berganmiz. Bu tomonga ham tarnov qo'yganmiz. 30 metr turbamizdan qo'yib berganmiz. Ichi yu tashi bo'lib, tarnovimiz 60 metr, turbamiz 30 metr, tunakamiz 144 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Hammasi bo'lib 25 million 200 ming so'mga tayyor bo'lgan xonadonimiz. 25 million 200 ming ichida hamma yo'g'i kelgan. Tarnovini olib kelganmiz, shilipkasini, turbasini, tunakasini, lesa, usta haqqi, samarasi, dastavka, uyda egasidan bir mahal obed bo'lgan. Hamma yo'g'ini olib kelib, xudo xolasa 25 million 200 ming so'mga tayyor qilib berganmiz. Bu xonadonimiz 144 kvadrat tunaka ishlatganmiz. 10 metr manaqa bambuk panelimizdan ham qo'yib berganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajati ichida qilib beramiz, tarnovidan tashqari. Lampochkalarni olib bersanglar, xizmatimizni olmaymiz, besplatni qo'yib beramiz nechta bo'lsa. Masofani farqi yo'q. Vodiydan tashqari viloyatlarga kelishilgan holda xudo xolasa borib qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.